erkak kishi, o'g'il bola hech qachon o'zini problemasini aytmaydi, bilasan? Hech qachon u problemasi dardini ichida saqlaydi. Problemasi bormi? Bo'ldi, problemam bor. Go'rim gap ketaman, qabrimga birga kirib ketadi. Ayol kishi menikini ham bilan ovoling deydi, olib kirib ketish. Ayol kishi hech qachon ushlab tura olmaydi. Shuning uchun ham ayaz bilan dadangiz telefonda gaplashishda farqini ko'rsiz. Ayam 3 soat gaplashadi. Eng kami u ham meni yoshligimda maktabga ketayotganimda Aspalyo'ldan o'tkazib qo'ygan bitta akani pochchasini, jiyanini mahallasidagi mahalla raisi jijilagan. Ashina hayoti, ashina taqdiri, bitta chumolini ham hayoti uyoq-buyoqli bo'lmaydi. Oxirgi 1 soatda haydlashga ketadi. Ha, xo'p, salom aytib qo'ying, so'rab qo'ying. Ashna bo'ldimi? Yo'q, yana 10 minutdan keyin. Xo'p, salom aytib qo'ying, so'rab qo'ying. Xuddi otam maksimum 4 minut gaplashgan. 4 minut ichida qanday qilib zilni balonidan tiko ixtiro qilishni o'rgatib qo'ygan hali akaga. Keyin bunday qarab turib, "Oho, 4 minut gaplashibman. Yakkaxon konsert qo'yardim. Men bloklab qo'ygan 1 yillik gaplash bo'ldi. O'lib qo'ygan. Otasi men 4 minut gaplashaman bu bilan."